أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik aziz Müslüman qarindoshlarimiz, men eng avval barliq yer sharining butun taraflarida muhojir musofirlik hayotini beshini o'tkazayotgan aziz Uyg'ur qarindoshlarimning yetib kelish oldi turayotgan muborak Ro'za Hayit bayramini tabriklayman. Va shundaqla bu Ro'za Hayit bayrami munosabati bilan barliq Uyg'ur musulmon qarindoshlarimga islom dinida va islomiy ibodat mashg'ulotlarida izchillikni saqlash ve buni davomlashtirish haqida qisqacha nasihatlarni qilib o'tmoqchiman. Aziz qarindoshlarim, islom dini bizga boshdan oxiri izchillikni saqlash, o'tirhal yo'l tutish, masalalarga salmoqlik bilan muomala qilish, har bir amal, har bir mashg'ulotlar bilan shug'ullangan vaqtimizda haddidan oshirib o'tmaslik, sal qarmaslikdan iborat mana bu nuqtalarga alohida ogohlantirish keladi. Şunun için aziz qarindoshlar, biz bir mümin Müslüman bo'lish salohiyatimiz bilan zodi bu oyda ibodatni voyaga yetkazib qilgan bo'lsak, bu oyning chiqib ketishi bilan ibodatni so'slaydigan, amal mashg'ulotlarimizni so'slaydigan, hatto axloqlarimizda ham keyinga chekinib qoladigan bu holatlarni shakllantirmasligimiz kerak. Chunki Ramazon oyining kirishi bilan hammamiz har jihatlarda mukammal taqvodor bo'lishga tirishdik. Özümüzde o'ngshashga tirishdik. Dua takbirlar bilan ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taologa yalvarib yig'lab, duolarimizning ijobat bo'lishiga intildik. Ammo Ramazon oyi chiqib ketayotgan mana bugünkidek kunlarning o'zida yana har bir musulmonning o'ziga yuqori talabni qo'yib, zodi men mushu bir oylik ibodatim, bir oylik Ramazon oyi mezgilida o'zimni qanchalik takomillashtirishga tirishdim. Qanchalik mukammal bir musulmon bo'lishga tirishdim. Axloqimni, shundaqli ibodat mashg'ulotlarimni, ideya fikrlarimni o'ngshab, buningdan keyingi faoliyatlarimga, buningdan keyingi mashg'ulotlarimga kelar yillik Ramazon oyichilik bo'lgan hayotimda yangi planlarni tuzdim degan mana bu savollarni har bir musulmon o'ziga atrofli qo'ymoqi lozim. Biz mushu Ramazon oyining kirishining 5-dala bu Ramazon oyining her bir Müslüman için bir fırsat ekanligi, özünü yitildiradigan, özünü takomillashtiradigan, özünü taraqqiy qildiradigan ve o'tmishni qaytadan xulosalab kelajak uchun yangi planlarni tuzadigan ana shundoq bir fursat ekanligi, shundoq bir oy ekanligini biz sharalab o'tirib qo'yganmiz. Bugun Ramazon oyi chiqib ketish oldida turibdi. Mushundaq bir sharoitda, mushundaq kunlarda her bir musulmonning o'zi men yuqori degandek o'zidan so'rab beqish kerakki, mening bu bir oylik Ramazon oyi ibodatimda, yana o'zimning axloqiy yurish-turishlarimda haqiqatan men Qur'on hadisning talab qilishlariga, payg'ambarimiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalarining zodi haqiqiy uyg'unlashish holatlariga qarab beqish orqali o'zimni qanchalik o'ngshashga, qanchalik taraqqiy qildirishga va buningdan keyingi faoliyat mashg'ulotlarimning zodi o'lchamlik davomlashishiga men qanchalik o'zimga talab qo'ydim deganni albatta o'ylanmoqimiz lozim. Aziz qarindoshlar, Oysha onamizdan rivoyat qilingan bir muborak hadis bor. Bu Buxoriyning hadisi. Bu hadisda Oysha onamiz shunday bayon qiladi. An Oysha radhiyallohu anha anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala سددوا وقاربوا واعلموا ألا يدخل أحدكم عمله الجنة وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Ayşe anamız mana bu mübarek hadiste bayan qilib, Peygamber aleyhissalatu vesselam shunday deydi. Sala saddidu, yana to'g'rini izlanglar, to'g'rini topinglar. Her zaman, her vaqt to'g'rini topishga izlaninglar. Toğurluk üstüde olanlar, yollarını, hareketlerini, barlık meşgulatlarını toğurlatmayanlar.
ve qaribu. Eğer şu toğurunu tapanmaydığa şolap qasımı, mümkün kadar şu toğurunu tepişke yıkılışınlar. Toğurunu izlep minişke yıkılışınlar. Toğur kılışka üzanlarını şununla yakınlaştırınlar. Dep bolgandan keyin Peygamber aleyhisselam ve'lemu alla yudkhila ahadakum amaluhul cennet. Şunu bilin lekin salanın biranını o biranının ameli cennetke hergiz kirgizemeydi. Allah ve Allah'ın dinide, İslam ve İslam'ın talep prensiplerinde biz her vakit özümüzni şu kadar takamullaştırışka tirişivatımız. Ama şu kadar yaramlık amellerini kılışka hem izlenivatımız. Şunu isimizden çıkarıp etmesligimiz gerek ki, bizden kılgan her bir amel, her bir meşgulatlarımızın özü de çokum izcillik saklanmasa, şu amellerimizin özü de niyetlerimiz duruz, amellerimiz Kur'an hadisinin ölçümüge düşken bir şekilde prensiplik halete devamlaşmasa ve bu amellerimizde Allah'ın rahmetine erişiş maksat kılınmasa, mana bu hadisin körsetmesi boyunca olgan çağda hiçbir insanın amelinin cennetke onu epkirenmeytkallıkını düşünmek lazım. Çünkü her amel çokum şu amelini icra kılışta niyet durus buluşu, kalıp halis buluşu, şu amel Kur'an hadisinin körsetmesine uygun buluş gerek. Şu amelde Allah'ın rızalığını kol getiriş, Allah'ın rahmetine erişiş maksat kılıngan buluş gerek. Şunun için Peygamber aleyhissalatu vesselam bana bu hadiste saddidu ve qaribu. Sila toğurlukni talep kılınlar, toğur yolda bulanlar, sila toğurlukni yakılışınlar, hakkı yakılışınlar. Şunu bilin lekin silanın birinlerini onun ameli cennetke hergiz ve eklenmeydi. Ve enne ahabbel a'mali ilallah, Allah subhanahu ve ta'alaga en yakşı görülütkan, Allah en yakşı görülütkan amel edi ve muhava inqaldı. Az bolsumu onun davamlaşkanı, izcillaşkanı. Mana biz bir ayının özüde buluşuq ibadet kılıp etip, keçilir qiyamlar, ruzular, kündüzü ruzular bolup etip, biz özümüzge şu kadar talepni koyap, itikaflıda olturup, barlık ibadetlerini şu bir aydalam kılıp etip, ay çıkıp ketkendan keyin sosluşup kaladigan, ibadetke sal qaraydigan, ahlaklarımız yana şükürlüş qarab yüzündigan, dua tekbirlerimiz azlap ketip kaladigan, Kur'an tilavetlerimiz azlap ketip kaladigan, mana bu holatlarga asla o'rin qo'ymasligimiz kerak. Yani biz Ramazan ayı çıkıp ketkendan keyin izchillikni saqlashimiz ve bu izchillikni izchil davomlashtirishga ahamiyat berishimiz kerak. Shuning uchun ulug' Rabbimiz Allah subhanahu ve taala ve taqaddas Hajr surasininki 99. oyatida va'budu rabbaka hatta ya'tiyakel yaqin. Sen Rabbinge ta ecilin ahırlaşkanına kadar, ölüm saatler sana yetip gelgenge kadar Rabbinge ibadet kılgın, kulçuluk kılgın degen mana bu buyruqning o'zini bergilik. Şunu biz Alif Lam deb başlanıp takip anlastıb ahırlaşkanına kadar Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'nin talep prensiplerine çunqurlab nazar saldıgan bolsak, hiçbir zaman ma ibadetni qilaplam, endi siz keyningizge yenin, uxlab yeting degen talep yok. Kur'an-ı Kerim'nin barlık ayetlerinde, Kur'an-ı Kerim'de birilevatkan barlık taleplerde Müslümanların izchillikni saqlaşı, amelini izchil davamlaştırışı, her zaman, her makan Allah subhanahu ve taala ve taqaddas tarafından şu Müslümana verilgen buyruqlarını zadi Kur'an sünnetinin talebiga uygun davamlaştırışta ahmiyet verişi onundan talep kılıngan. Ve şundaqlı Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hayatları qaraydigan bolsak, Peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazan aylarında hakikaten saha olap ketdi. İbadeti o kadar aldıraytdı. Kündüzdür, rozular, keçilir, qiyamlar, davamlıq turda amal ibadet bilan meşgul bolup ketdi. Lekin Ramazan ayı çıkıp ketgandan keyinmi yana bu izchillikni saqlab davomlashtirishga ahamiyat berdi. Sahabe kiramlar ham yuqorqidek ahabbul a'mal ilallah advamuha va inqalla degan bu iboralar tekrar Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ig'zor qilib ifodalangan. Bunu men uqtirib desa izchillikni, davomliq ibodatni izchil davomlashtirib, yana bu ibodat masalalarida bir ay qilib bo'lgandan keyin yana bir ay uning sal qaraydigan, o'zimizning axloqining yana bu yerda texmo yaxshilanishini ahamiyat bermasdan yana chekinib qolishga yana sal qaraydigan, chekinib qilishiga bilan ahamiyat nima qilmaydigan, diqqat qilmaydigan bu holatlarga xotim berishni talab qiladi. Biz Ramazan oyida o'zimizning axloqining yaxshilanishi,
kishiligimizning yaxshilanishi, ahvolimizning yaxshilanishiga shu qadar ahamiyat berdik. Ammo Ramazon oyi chiqib ketgandan keyin mana bu ibodat mashg'ulotlarimizning hamda bir oy buluşuq ibodat qilib oldik. Hamda axloqimiz tushkunlashsimi, muomalarimiz osonlashsimi, ibodatlarimiz so'zlashsimi, biz hamda bir oy qilib olgandan keyin shu yetadi deydigan bu qarash bizning kallamizda mavjud bo'lmasligi kerak. To'g'ri. Har bir musulmonning kallasida bu qarash asla yo'q bo'lishi mumkin. Ammo shundaqdimi, ma oy chiqib ketgandan keyin ibodatga sal qaraydigan, o'zimizning axloqining taxmi takomillashishi, yukselishiga sal qaraydigan va shundaqli o'zimizning kishiligining unshilishiga sal qaraydigan bu holatlarga chuqur aziz qarindoshlar xotim bermekimiz lozim. Biz qachoniki o'zimizning kishiligini o'shigan vaqtimizda, qachoniki ibodatda izchillikni saqlagan vaqtimizda, Alloh bilan bo'lgan aloqa munosabatni har zamon, har makonda, har sharoitning o'zida quyuq saqlagan vaqtimizda, davomlashtirgan vaqtimizda bizning duolarimiz ijobat bo'ldigan, amallarimiz maqbul bo'ldigan, biz ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolaning rahmatiga erishadigan, rizoligini qo'lga keltiradigan. Shu orqali biz duch kelgan xorliqdan qutulish, izzatga erishishdan iborat mana bu buyuk shon-sharafni qo'lga keltiradigan musulmonlardan bo'lishga muvaffaq bo'lamiz. Allah subhanahu wa ta'ala ve taqaddas barlık Müslümanlığa rahmet olsun. Barlık Uygur Müslümanlarını bir niyet bir maksatta ulug' muqaddas Kur'an-ı Kerim'nin etrafı uyuş kılır. Bir niyet bir maksatta bu büyük davanı en ahirki tanıklıçılık davamlaştırılır. İbadet ve ahlaki muamele münasebetlidir mi? Şukum Kur'an hadisinin körsetmesi bu uygun. Bana müşümde davamlaştırıp mangılı Allah nasip olsun. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.